15 soniyalik psixologik test. Bu shunga arziydi. Uzoq o'ylab o'tirmasdan savollarimga javob bering. Tasavvur qiling, siz inson emas, hayvon bo'lib tug'ilganingizda qaysi hayvon bo'lardingiz? Endi tasavvur qiling, bu hayvon mavjud emas, yana qaysi hayvon bo'lardingiz? Endi yana tasavvur qiling, bu hayvon ham mavjud emas, yana qaysi hayvonni tanlagan bo'lardingiz? Keling, xulosa qilamiz. Birinchi tasavvur qilgan hayvon aslida siz qanday inson bo'lishni xohlayotganingizni anglatadi. Ikkinchi tasavvur qilgan hayvoningiz insonlar sizni qanday inson sifatida ko'rishadi va qabul qilishadi. Uchinchi tasavvur qilgan hayvoningiz aslida siz qanday inson ekanligingizni anglatadi.